Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugungi 2026 yil 29 yanvar kungi navbatdagi uchrashuvimizni boshladik. Mana birinchi mijozdan boshlaylikmi? Birinchisi Yatita G'aniyev Olimjon 100 million so'm olishyapti, 60 qarori bo'yicha. Yoshlarga berilayotgan yoshlarga yillik 18%dan yillik 18%, 5 yillik imtiyozli davr. 1 yil imtiyozli davr. 1 yil imtiyozli davr bu. Nima ish uchun ekan? Shu oshxonani jihozlash. Oshxonani jihozlash. Bu asobiy keldi bu anaqasi. Sizlar tashlagansiz, resurslar keldi. Bo'ldi aka, buni ko'rib chiqib, bugunga hal qilib berishadi, tushgan. Javob hal qilib berishadi masalasi. Keyingi mijozimiz Usmonova Marhabo. 17 million olishyapti. Biznesga birinchi qadam. 5 yillik 2 yil imtiyozli davr bilan ayollar uchun imtiyozi bor 2%, 23% beramiz. Buni qilib berishadi, bugunga chiqarib beramiz. 2-3 kunda bitirib beramiz. Keyingisi Mirzamatov Bahromjon aka 17 million olishyapti. Chorvachilik bo'yicha olishyapti. Chorvachilik bo'yicha hozir biznesga birinchi qadam aka. O'zga olgan bo'lsangiz 25% stavkada 2 yillik imtiyozli davr bilan beramiz. Bugunga chiqarib beramiz. Keyingi mijozimiz Abdurahmonova Kumushxon opa 17 million olishyapti. Nima yo'nalishda? 10 million olishyapti. 17 millionlik biznes ko'makdan 10 million olishyapti. Tikuvchilik yo'nalishi. Tikuvchilik yo'nalishi. Ikkita mashina olasiz. Ikkita mashina olasiz. Ayollar uchun hozir opaga ham aytdim, 23% stavkada. Sizga qulaylik ayollar uchun 2% tushib beramiz. 2 kunda ko'rib ijobiy hal qilib beramiz ishingizni. Keyingi mijozimiz Qosimov Oyijon opani turmush o'rtoqlari kelishdi. 50 million olishyapti. Opani nomiga olyapsiz, mahalla loyihasi, paketli loyiha, nima yo'nalishda? Chorvachilik. Chorvachilik yo'nalishida 5 yillik opaga 23% beramiz. 2 kunda ko'rib ijobiy hal qilib beramiz ishingizni. Hozircha mijozlar shular. Yana mijoz bo'lsa kelaveradi, gaplashamiz, qabul qilib ko'rishamiz. Bo'ldi 2 kunda ko'rib berishadi hamma yo'nalishda. Vaqtni to'lasalar ham o'zlarining imtiyozi.